Demak, 13dan 16gacha variantlar ichidagi qaysidir bittasi dialog ichida aniq aytib o'tib ketiladi. Shuni eshitib tanlashimiz kerak. Hop, 13dan boshlayveramiz, a? 오빠, 오늘 백화점에 가서 엄마 선물 살까? Demak, oppa deyapti, qiz akasiga aytyapti, onamga deyapti, supermarketga borib narsa sotib olsak, nima deysan? 옷은 어때? O'sin otda kiyim qalay? 좋아하실까? Nima yoqtirsa kerak? 지난번에 사드린 블라우스는 잘 안 입으시던데. Demak, o'tgan safar sotib olib bergan blauzni yaxshi kiymadi. 옷보다 상품권을 드리는 건 어때? Demak, kiyimdan ko'ra sampungon degani gift card deydi. O'zimizga kuponga to'g'ri keladi. Shunaqa bersak qalay deyapti. 그것보단 엄마가 보고 직접 고르시는 게 제일 좋은데. Demak, uni berganimga ko'ra onamiz olib kelib shu nimada supermarketda o'zida shunday ko'rsatib olib berganimiz yaxshi-ku. 그럼 다음 주말에 모시고 가자. Demak, taom chummari keyingi haftaga borib, onasini olib kelib, o'sha supermarketga borishni plan qilyapti ular. Demak, javobda 13ta birinchisida Namjanin, demak, Omoniy blauzi Sanchog'isa, demak, oldin sotib olib bergan ekan. Haqiqatan gapini ichida sotib olib berganligini aytdi. Demak, 13ga bir javob pakat to'g'ri bo'lib turibdi. Ikkida, demak, Namjani o'rnini Omoniy va Pekvojamo'l katta osiyo. Onasi bilan borib kelgani yo'q, singlisi bilan bordi. Uchta, Yo'janin Sampungon Somullo bermoqchi bo'ldi. Demak, qiz deyapti. Sampungon bermoqchi bo'ldi sovg'a sifatida. Naborat qiz emas, u yigit bermoqchi bo'ldi. To'rtinchida qiz uni bugun Omoni bilan Sommulla Saro Kal Koshida. Demak, Yojanan o'sha qiz bugun onasi bilan sotib olishga, ya'ni sovg'a sotib olishga borish plani bor, bormoqchi degan ma'no kelyapti. Ular hali bormoqchi emas. Shunga 13ga demak bir javob bo'lyapti. Xo'p, o'ntirib o'tamiz, a? 14번. 우리 대학교를 방문해 주셔서 감사합니다. Demak, bizni universitetga tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. 오늘 일정에 대해 Ilchong degani haligi kunlik qiladigan ish nima deydi bizda ilchongda? Agenda deymizmi? Kun tartibi. 간단히 말씀드리겠습니다. Tantane, sodda tushuntiraman. 먼저 강당에서 Monjo Kangdang degani katta zalda 약 20분 동안 학교 소개 동영상을 보신 후에 아, 약 20분 demak 20 minut davomida 학교 소개 동영상 demak hakkoni tanishtiradigan, universitet tanishtiradigan 동영상 video bo'lar ekan. Demak, birinchi shundan boshlanadi. 도서관과 체육관, To'sag'on, Cheykon birinchi demak kutubxona, undan keyin gym deymizmi? Cheykon. 그리고 기숙사 순으로 Keyin Kisuksa, demak birinchi to'sag'on, keyin Kisuksa, keyin nima edi? Jim, keyin oxiri Kisuksa, yotoqxona. 둘러보실 예정입니다. O'sha bo'lib aylanib tushuntirar ekan. 그리고 기숙사 지하 학생 식당에서 Demak, Kisuksani hali podvalida Haksengda shikdang bor ekan. Demak, studentlar oshxonasi bor. 식사를 하시면 일정이 모두 끝납니다. Demak, ovqat yeb bo'lgandan keyin deyapti, haqiqatdan o'sha ilchong, ya'ni bugungi qiladigan kun tartibimiz hammasi tugaydi deyapti. 돌아가실 때는 식당 입구에서 To'raqashiltayni qaytib ketay turganingizda, nima edi, kiraverishda 저희가 준비한 choyiga men tayyorlab qo'ygan 기념품을 kiyinyompum bu nima bo'ladi? Esdalik sovg'a. Suvenir deymizmi? O'sha. 꼭 받아가시기 바랍니다. Ko'k patagajga olib ketishdi. Men umid qilaman, olib ketsangiz yaxshi bo'ladi degan ma'noga ketyapti. Hop, demak, o'nta javoblarni ko'ramiz. Chopponje ilchog'in to'sog'ini pangmunida. Chopponjeda nima qildi? 20 minutlik video ko'rmoqchi bo'ldi. Birga, hop, bir mas javob. Ikki Majimaguro Kalkosin Cheykwan. Birinchi video, keyin kutubxona, undan keyin Cheykwan edi. Bu ham ikki ham emas, 3. Shiksahuya Kinyon Pumil Padil Suitta. Demak, uchinchisida ovqat yeb bo'lgandan keyin tayyorlab qo'ygan hali esdalik sovg'asini olib ketishingiz mumkin, olib keta olasiz. Ho'p, turib tursin. Ho'p, to'rda Kisuksa tulla ponxue to'ngyongsali ponda unaqa emas. Kisuksani aylanib bo'lgandan keyin deyapti video ko'rasiz deyapti. Naborat video birinchi bo'ladi, Kisuksa oxiri. Demak, javob 14 ga 3. 15. 15번. 다음은 사건 사고 소식입니다. 다음은
sago qanaqadir avariya holat bo'lyapti. 오늘 아침 6시쯤 인주시 부근 도로에서 Uni achim yososhichim demak ertalab 6da qanaqadir katta yo'lda 화물차와 승용차가 충돌한 사고가 있었습니다. hamulcha katta moshina yuk moshina singyongchani o'zimiz oddiy moshinada chungto'l deydi. Chungto'l degani to'qnashib ketish degan ma'no. 이 사고로 화물차 운전자와 승용차에 탄 20대 남성 한 명이 부상을 당해 Demak, bu hamulcha bilan o'sha singyongchadagi 20 yoshli odam bitta nimasi pusang degani jarohat olib 인주병원에서 치료를 받고 있습니다. 치료를 받고 있습니다. Demak, hozir ular nima больницада 치료 degani davolanish, davolanyapti. 경찰은 짙은 안개로 앞이 보이지 않아 경찰은 짙은 안개, 짙다 degani quyuq, o'zimizda quyuq tuman deymizmi? O'sha 짙은 안개 sababli 사고가 난 것으로 보고 있습니다. demak sagoga o'sha avariya bo'lganligini ko'rib nima qilib turibdi, kuzatib turib haligi tekshirib turibdi. 보다 정확한 사고 원인을 파악하기 위해 Demak aniq точный sababini bilib olish uchun 운전자들을 상대로 조사 중입니다. demak unjonjadirlar haligi joyini aniqlagan holda qanaqa bo'lganligini cho'sa hagu 있어요. Demak hozir nima qilib turibdi, o'sha tekshirib turibdi shu yerda, lekin nimalar ketgan piyonda turibdi, lekin milisalar o'sha yerda nima qiladi, tekshirib olib boryapti. 다친 사람은 진료를 받고 귀가 했다. 귀가 했다 degani sog'ayib chiqdi degani. Bular nima davolanib sog'ayib chiqdi deyapti. Unaqa emas, chunki hozir davolanyapti. 승용차 2대 중돌 해사고 승용차 ikkita haligi yengil mashina emas, bittasi katta mashina edi, hamulcha edi. Shuncha ikki javobim xato. 3ga anche devono sagandan gosro po'yinda. Demak, yuqorida aytib o'tdi. Chittin ange dedi. Chittin ange degani quyuq tuman sababli deganligi uchun 13 ga paka javob, 15 ga javob 3 bo'lib turibdi. 4ni ko'ramiz. Demak, sago unjanjalar texan cho'sani kinnasmida. Kinnasmida degani tugatdi deyapti. Bu hali cho'sani tugatgani yo'q, tekshiruv tugatgani yo'q. Belisalar o'sha yerda tekshiruv bo'lyapti. Demak, javob 15 ga 3. Xo'p, demak, keyingisiga o'tamiz 16. 16번. 선생님께서는 퇴직하신 후에 지역문화재를 알리는 일을 하고 계시는데요. Songsenim demak o'qituvchi tejik ishdan tugatgandan keyin ishdan chiqib ketgandan keyin deyapti. Munache degani haligi madaniy merosga aloqador bo'lgan ishga qilishdan sabab nima dedi. 특별히 이 일을 하게 된 계기가 있으신가요? Iyiril hani bu ishni qilishga kiga dedi, kegi dedi. Haligi turtki, ya'ni o'sha ishdan bo'shab bunaqa madaniy meros joyida bunaqa ish qilishingizga turtki nima deyapti. 저는 30년 동안 교직에 있으면서 역사를 가르쳤습니다. Demak 30 yil 동안 ko'jik degani o'qituvchilik kasbiga to'g'ri keladi. 30 yildan beri o'qituvchilik kasbi yoqsa deyapti. Tarixdan o'qituvchilik qilib kelaman 30 yildan beri degan ma'no. 퇴직하고 어떻게 노후를 보낼까? Tejik hago demak ishni pensiyaga chiqadi, ish tugatadi, ishni to'xtatgandan keyin no'xu degani keksalik davrini 고민하고 있었어요. qanday o'tkazish bo'yicha kombinada demak xavotirim bor edi. 그런데 아들이 제 경험을 살려보라며 Demak, Adri demak meni o'g'lim deyapti. Men o'sha 30 yillik tajribamdan foydalanib ko'rish maqsadida 이 일을 적극 권했습니다. iril demak bu ishni chokqiq faol ravishda deydimi? Faol ravishda quvonatda degani, quvonadi degani tavsiya qilish, maslahat berish. Ya'ni o'g'li onasiga o'sha madaniy meros joyida qanaqadir ish qilish haqida unga vaqtda tavsiya beribdi. 그래서 지난달부터 일요일마다 Chinandalbida o'tgan oydan beri Iryo'lmada har yakshanbada 문화센터에서 Muna Sentoyso 우리 지역 문화재를 소개하는 Uri Chiyog bizda yashab turgan joyimizda Munaji madaniy meros
강의를 하고 있지요. 강의 degani leksiya. 강의 hada degani leksiya berish. Demak, bu shu 30 yildan beri o'qituvchilik qilganicha o'sha madaniy meros markazida, demak, o'sha Chiyok hudud bo'yicha qanaqadir leksiya beradigan ayol ekan. Demak, tugadi 16. Endi javoblar ko'rib chiqamiz. Demak, yojanan deyapti. Endi shu ayol kishini adri iril haning goshi pande hetta. Demak, ayolni o'g'li bu ishni qilishga pande qarshilik qildi deyapti. Qarshilik qilmagan, naborat o'g'li unga nima qilgan? Tavsiya qilgan. Hop, ikkinchisida yojaning 30 yildan beri, demak, munuaje allinin iril hetta. Naborat 30 yildan beri qilmadi. 30 yildan beri bu o'qituvchilik kasbida tarixda o'qitib keldi. O'sha o'qituvchilik kasbini tugatgandan keyin, pensiyaga chiqadigan davr kelgandan keyin bu nima qildi? Shunaqa Muna sentrga, Munajega, madaniy meros sentriga borib shunaqa leksiya berishni boshlaganligini aytdi. Yojaning, demak, uchinchisida Tejik hagi chomputo iril hago isosoy. Demak, Tejik hagi chomputo, demak, haligi maktabda o'qitish pensiyaga chiqishdan oldin gapirgan. Demak, ishdan bo'shashdan oldin buni qilib yurgan. Navorot, ishdan bo'shagandan keyin nima qilmoqchi bo'ldi buni? Bu aytdiki, qarilikni qanday o'tkazaman degan bir tashvish bor edi. O'g'li bunga keyin tavsiya berdi. Hop, to'rga, demak, yojanin Chiyok Muna, demak, o'sha Sento esa Chiyok yashaydigan madaniyat markazida Meju Kangiral Handa. Mana har hafta Kangi hada demak leksiya beradi. Haqiqatan har yakshanba nima leksiya berishini aytib o'tdi. Demak, 16 ga to'rt javob olamiz.